xususiy bog'chalar xafa bo'lmaysizlar, bugun sirlarni ochaman. Bu narsani men oddiy xalq uchun qilyapman, sababi ko'pchilik u kishini menga shunaqa xabar qoldirishadi. Xususiy bog'chalarni ko'pchilik o'ylaydi, tilni zo'r o'rgatib beradi, ayniqsa arab yoki ingliz tilini deb. Yo'q, u yerda o'rgatib bersa, ranglarni o'rgatib berishadi, sanashni o'rgatib berishadi, bir ikkita so'zni o'rgatib berishadi. Bu degani sizni oyiga shuncha pul to'lab, shart emas u joylarga berish. Nima uchun u yerda bunaqa darajada o'rgatib beradi? Sababi oylik. Sohasini yaxshi bilgan, tili yaxshi bilgan kadrlar xususiy bog'chalarda o'ralashib yurmaydi. Sababi xususiy bog'chalarni egalari sizdan oyiga 300, 500 dollar, 600 dollargacha sanab olgani bilan u yerdagi kadrlarga yaxshi oylik to'lamaydi, arzirgan oylik to'laydi. Shuning uchun xususiy bog'cha ming nomi ulug' bo'lgani bilan surpas quruq bo'ladi. Ishonaveringlar, даже bu holatda men Toshkentdaligimda tortishuvlar ham bo'lgan. Bir xususiy bog'cha aytgandi, bizni ingliz tili o'qituvchimiz xalqaro sertifikatga ega, zo'r, u bu. Borganmiz, ko'rganmiz, oddiy raise your hands deb o'tiribdi, oddiy raise your hands. Endi arab tili masalasida gapirmasak ham bo'laveradi. Bu 99% xususiy bog'chalar haqida gap ketyapti. 1% qayerdadir endi quyosh chiqib qolgan bo'lishi ham mumkin. 4 yosh plus farzandlaringizga ingliz o'rgatmoqchi bo'lsanglar, Blippi juda ham zo'r multfilm. Ingliz tilini 2-3 o'rgatadi. Va buni musulmon varianti bor, Abibi. Unda nafaqat ingliz tili va yana kichkina kalimalargacha o'rgatadi. Juda ham foydali, juda ham qiziqarli.